mana payvand qilganmiz. 2 oy bo'ldi. Gilos nav do'stlar. Valavoy gilos. Mana meva qilmagan. Meva qilmagandan keyin 5 yil vaqt o'tdi u yerda do'stlar. O'zidan o'lchanadigan yangi sortga payvand qilingan. Yana ko'rsatamiz. Hozirdan like bosib qo'yinglar videoga. Mana iskana payvand solingan do'stlar. Iskana payvand solingan. Ana do'stlar, yaqinda xudo xolasa kurtak payvand payti boshlanadi. Kimda shunaqa bog'lar meva qilmayotgan, o'rikmi, shoftolimi, gilosmi, olxo'rmi, nima sortlaring bo'lsa, meva qilmayaptimi, yaxshi daromad olmayapsizlarmi? Shunaqa qilib sortlarini, bog'larini buzmasdan yangi sortlarga ulay berish xizmatlari ham bor do'stlar. Pastga nomer qo'yib qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Biz yaqinda katta yer maydoni yer olganmiz. Kim biz bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Birgalikda ishlaymiz. Yangitdan yevro bog'lar tashkil qilamiz. Kim xohlasa do'stlar 1 gektar, 2 gektarni olib ekaveradi. Biz yangi sortlar qilib beramiz, ekib beramiz, 2 yil 3 yil qarab beramiz. Biz bilan tez foydalanishga imkoniyatingiz bor do'stlar. Biz bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lganlar do'stlar, kelinglar, yerlar ko'ringlar, birgalikda do'stlar bog'lar barpo qilamiz. Yangi zamonaviy ko'chlar olib kelib ekamiz do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'lasizlar, bizga kuzatishda davom etinglar.